Barchaga assalomu alaykum. Farg'onali boboni kuzatuvchi obunachilar, Andijon shoptoli ufuchlarimizni navbatdagi uzumni uzyapmiz. Ko'p do'stlar, o'ta sirxosli shoptoli. Rangi tim qora bo'layotgan do'stlar. Mana Andijon shoptoli ufa 3 hisoblanadi. Qop-qora bo'ladi. O'ta shirin. 1 oy davomida tepasida qattiq turaveradi. Unaqa yumshab ketmaydi. Eksportga zo'r. Hozirgi paytda eng zo'r ketayotgan shoptollardan biri. Mana shu Andijon shoptoli ufa 3 bo'ladi. Bundan boq qilaverasizlar, qo'rqmasdan. Xudo xolasa mana o'zim yerimga ekkanman. Mana bugundan navbatdagi terimni qilyapmiz. Narxlarcha pasayib qoldi. 15 ming so'mdan bu oldin ham uzganmiz bularni. Obunachilarni yaxshi biladi, men kuzatib boruvchilar. Shoptolni ko'rib turibsizlar. Juda zo'r. Holatiga vaqti gap yo'q. Bu anchopol o'z yetilganiga 25-maylarda terimni boshlaganmiz. Hozirgi paytda mana navbatdagi uzumlar uzyapmiz do'stlar. Hosillari o'ta zo'r. Kim bundan boq qilmoqchi bo'lsa, Farg'onali bog'bonga baylanaverasizlar. Xudo ko'chalarga ko'paytirib qo'yganman. Videoni shoptoliga qiziqqanlar tez jo'natib beramiz. Sog' bo'lasizlar do'stlar.